Eğer 2 kanalı, 3 kanalı domlarınız olsa Bostan şehirden barterga gaplassak bo'ladi. Tak dostlar, bugungi obzorumizda 12 yer maydoniga qurilish tugallanmagan 8 kanal joy bo'ladi. Bu joyimizning 5 kanal salingan, bu tarafda koridor va 2 kanal salinmagan. Üstlari yaxshi qilib bosilgan, akfadan aynalar qo'yilgan, rishot qilingan. Bu joyimizda avvaldan obzor qilganmiz, bu vaqtda 3 kanal salingan edi. Hozir qo'shimcha yana 2 kanal salibdilar. Ko'cha taraf fasad 20 metrga 60 metr bo'ladi. Dostlar, qaranglar, e'tibor beramiz. Ko'chadan kirish darvozaxona, katta pajani xod, bemalol 2 mashina qo'ysanglar, 3 mashina qo'ysanglar bo'ladi. Orqaga chiqish eshigi bo'ladi. Ko'rib turganingiz oshxonaga planlangan, halasini soniq sanalgan bo'ladi. Kirganingizda 10 qo'lda katta zal bor. Oynasi orqa tarafga qarab bo'ladi. Bu tarafimizda bir zal 3 sifatli bo'ladi. Sanuzel ham ichida joylashgan. Eshiklar tozalanib qo'yilgan. O'sha buyog'imizda 5 qat bo'ladi. Orqa tarafimiz otzorlari ochilgan. Ikki tarafdan zavor fundament quyilgan. Bu joyimizning oyoq tarafidan orqaga o'tish xotam bor, 3 metrdan xot qo'yilgan. Orqa tarafida joy tushmaydi, orqa taraf zigash bo'ladi. Mol qo'y bog'aman deganlar uchun dim udobniy. Kirganimizda hol bo'ladi. Birinchi xonamiz bir spalniy. Eshiklarni MDFdan toza qo'yganlar. Oynasi ko'cha tarafga qaragan bo'ladi. Ikkinchi xonamiz katta zal bo'ladi. Bu yerda ham eshiklar toza qo'yilgan. To'q montajlari ishlanib turibdi. Tozadan solingan, og'achlar ham yaxshi qilib bosilgan. 50 ga qaragan bo'ladi oynasi. Bu yerimizda kichkina bir deski bor. Deski spalniy. Oynasi orqa qaptoga qaragan bo'ladi. Bu tarafimizda holdan o'ngga kirganimizda katta oshxonasi bor. Oynalar orqa tarafga qaragan bo'ladi. Oshxona ichidan sanuzelga o'tiladi. Sanuzelda areston, nasos, yer krani tashalgan. Polni suvimizda sudan muammo yo'q. Dushovoy qilib ishlab qo'yibdilar. Yaxshisidan sifatli akfa eshiklar ham o'rnatilgan. Bu 12 sotiklik joyimizning narxini kelsak, narx unda qimmat emas, $15,000 ustida yana kelishiladi. Agar 2 kanalı, 3 kanalı domlarınız bo'lsa, Bostan şehirden barterga gaplassak bo'ladi. Bu yer ham chetda emas, manzilimiz Elliqal'a tumani, Elliqal'a ofisi. Bu taraf garajdan kelish, ko'chalar asfalt bo'lgan, to'g'ri chiqish bo'lsa, Qirg'iziston yo'lga chiqib ketadi. Mana shu ko'rib turgan joyimiz 5 xonasi salingan, 3 xonasini salib olasizlar. Domdan zerikkanlar bo'lsa, shularni tashlab qo'yamiz. Zo'r variant. Joyimizning buyog'ida bir 2,5-3 metr pajani xotam qoldirilgan. Kechalari keng, ko'rib turganingizdek, to'g'ri Qirg'izistonga chiqib ketish bo'ladi. Bu tarafimiz garajdan kelish. Yo'llar asfalt qilingan.